Men oilaliman hozirda. Oilam har tomonlama ideal deb ayta olmayman, lekin yon atrofdagilarga qarab fikr qilib, shukur bilan yashayapman. Umr yo'ldoshim bizni boqadi, o'zi ta'minlaydi, qo'ldan kelgancha xursand qilgisi keladi, xarajatlarimga pul beradi. Lekin bolaligimdagi yetishmovchilik, pulsizlik, ochlik hissi barcha pulga bo'lgan yaxshimas o'y-xayollar bilan meni qamrab oladi va men qo'limdagi pullarni saqlab, albatta erimni qo'lida puli tugagan paytda sekin yashab qolish, och qolmaslik uchun sarflayman. Bu odatimni o'zim yoqtirmayman, lekin qutula olmayapman. Iltimos, yechimini o'rgating. Pulga bo'lgan munosabat, aytamiz, bu qayerdadir onamiz bilan bo'lgan munosabatning ifodasi. Endi bizni yodimizda ham yo'q. Endi biz bolamiz, ota-onamiz ishlaydi. Hech kimni ayblamoqchi emas, hech kimni bunga javobgar qilmoqchi emas. Va agar bolalikda qayerdadir bola ochlik hissiga duch kelgan bo'lsa va bu ochlik hissi og'riq kelib, bolada qandaydir o'zi bilmagan holda o'limdan qo'rquvga asos bo'lgan bo'lsa, pulni yo'qotish bu go'yoki o'limga duch kelish degan xavotir, vahimani uyg'otadi. Va iloji boricha shu pulni saqlab qolib, men aytdim, onaning ifodasi, onani biz ushlab qola olmaganmiz, ishga ketgan, dalasiga chiqqan va hokazo. Pulni ushlab qolishimiz mumkin, saqlab o'zimizga kerak paytda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu ramziy ma'noda shu nafaqat onamizni ushlab qolish, balki o'sha o'lim to'g'risidagi xavotirlarimizni bosishga yordam beradi. Har tomonlama ideal deb ayta olmayman. Mana shu joyda ham muammo. Ideal oila o'zi bo'lmaydi, lekin qayerdadir siz bu munosabatlar yaxshi emas deyapsiz, o'zingiz aytyapsiz, lekin yaxshi degani o'zi nima degan savolni o'zingizga bering. Va siz mana bu har xil yaxshi emas o'ylar keladi desa, diktofoningizni yoqing. Telefonda diktofon bor, shu diktofonga siz yaxshi emas deb inkor etayotgan, kallangizga kelishidan qo'rqayotgan o'ylaringizni bittadan diktofonga yozib boravering. Qo'rqmang, vahimaga tushmang. Bu baribir sizning ichingizda. Diktofonga tushib qolsa, bu go'yoki nima deydi? Jinoyatchi qo'liga tushgandek o'zingizni his qilmang. Bu siz uni inkor etib, bunday o'ylar yo'q deganingiz bilan ichingizda qaynab turadi. Agar siz shuni diktofonga batafsil yozib borsangiz va uni bugun bo'lmasa ertasiga yozib olgandan keyin ertasiga diqqat bilan tinglab ko'rsangiz, o'sha yaxshi emas o'ylaringizni qayerdadir javoblarini ham topgan bo'lasiz.